Bizim pastamiz 0'damiz mana. Uzilib tushib ketdi lift. 0'damiz pasta. Bora tepada. Ichida odamlari bo'lgan lift pastga qulab tushdi degan xabar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Voqea esa poytaxtimizning Yashnobod tumanidagi aynan mana shu ko'p qavatli uyda sodir bo'lgan. Katta liftga chiqdik, 8 bilan 16 ni bosdik. Yurdi. Yurgandan keyin shu 5 larga kelganda o'sha kuchliroq silkindi, taq etib to'xtadi. Tushayotganning o'zida ham bolalar anaqaga liftga yopishib qoldi. Biz o'yladikki, podvalga tushib ketdik o'sha. Baqir-chaqir bo'ldi, qutqaruv signalini bosdik. Internetda tarqalgan video aynan mana shu liftda sodir bo'lgan. Ko'rib turganingizdek, ayni vaqtda ustalar tomonidan liftdagi muammoni bartaraf etish ishlari amalga oshirilmoqda. 5,5 yosh o'g'lim lift ichida bo'lgan, bog'chadan kelishgan bo'lgan, shu qo'shni ayol olib chiqayotgan bo'lgan 3 ta bolachani. Udari bilan tushib ketganda qo'rquv paydo bo'ldi, psixologik ta'sir qildi unga. Bolalar bilanmiz, mana shuncha bola silkinib, tars etib tushib ketdi pastga. O'rganishlar davomida ma'lum bo'lishicha, aynan mana shu sigaret datchik moslamasi nosoz bo'lganligi sababli lift to'xtab qolganligi aytildi. Yana aniq sabablar qator o'rganishlardan so'ng ma'lum bo'ladi. Eshik ochganida birinchi etaj bilan ikkinchi etaj o'rtasida ekanmiz-da. Holat juda ham ko'p bo'ladi. Soatlar mana lift kutamiz. 3 yil mobaynida muntazam shunaqada. Haligacha bolalar qamalib qoldi, haligacha ayollar qamalib qoldi. Millarda eksklyuziv, biz ayni vaqtda lift harakatlanadigan shaxta ichidamiz. Menimcha shu vaqtga qadar hech bir muxbir bu yerga kirmagan bo'lsa kerak. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, kecha nosozlik kuzatilgan liftning tomidamiz. Ta'mirlash ishlarini biz ham diqqat bilan kuzatyapmiz. Ana keldik, zo'r qilib remont qilib beringlar, odamlar maza qilib foydalansin. Rahmat. 16 qavatli uyda istiqomat qiluvchi fuqarolar endi qachon xavfsiz liftdan foydalanishadi? Aslida lift tushib ketmagan. Bu birinchi va ikkinchi etajlar orasida lift o'zini o'zi tashda qilgan holatda tormozlari ushlashgan. Bu bo'yicha hozir o'rganish ishlari davom etyapti. O'sha liftda bo'lgan fuqarolarga ham va yosh bolalarga ham hech kim hech narsa qilmagan, hammasi tan jarohati yetkazilmagan, sog'lom. Bu holat ko'p marta bo'lgan. Bu birinchi marta emas, hatto o'zimiz ham qamalib soatlab qolib ketgan vaqtlarimiz bo'lgan. Shu yomon holatlarni oldini olish uchun buni chorasini ko'rishni so'raymiz. Shunday deb murojaat qilyapmiz. Bizning maqsadimiz shu liftimizni to'g'rilab berishlik va bunday holat qaytarilmasligi. 7 daqiqaning ichida liftyorlar kelib, fuqarolar qutqarib olingan. Bu yerda ikkita liftimiz bor. Bittasi shu fuqarolar tashish uchun mo'ljallangan lift, ikkinchisi yuk tashishga mo'ljallangan. Bu yerda yuk tashishga mo'ljallangan liftimizda shunaqa holat bo'lganligi uchun hozir bittasi yuk tashishga mo'ljallangan lift to'xtatib qo'yilgan vaqtinchalik. Biz shu o'rinda barcha mas'ullardan ushbu muammoga jiddiy e'tibor qaratishlarini, domda istiqomat qiluvchi fuqarolar liftda xavfsiz harakatlanishlari uchun imkon yaratib berishlarini so'rab qolamiz. Unutmang, insonlarning hayoti o'yinchoq emas.